6 yoshli qizchamiz, ko'krak qafaslarida ozgina o'zgarishi bor, qovurg'alari chiqishi. Tortmay asal qizim, tirnoqlariga e'tibor beramiz. Tirnoqlari mana shunaqa holatda. Dermatologga olib borganmidingiz, doktorga ko'rsatganda? Da, anaqa deyaptilar, ekzema deb tashxis qo'yishgan deb aytayaptilar. Bu yoq tirnog'ini ham ko'ramiz. Mana. Oldin tirnog'ini tishlarmidi? Hozir qolib ketgan u narsasi, to'g'rimi? Hozir ham bor-a? Oyoqdagi tirnoqlarga qaraymiz. Oyoqdagi tirnoqlari unaqa yomon emas. Oyog'ida tirnog'ini ham yerdi deb aytayaptilar oylari, lekin hozir oyog'dagisi yaxshi bo'lib ketgan. O'sha unaqasi yo'q. Lablarimiz ham ozgina qurigan. Terisi lekin unaqa yomon emas. Terining rangi qurib qolib, ko'pchilik bolada quruq bo'ladi-yu, unaqa emas, vlajniyligi bor. Bolada ko'pincha ich qotadi deyapti. Ich qotishi bilan ovqat yaxshi yemasligi, og'izda hid kelishi, oshqozon